Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarda agar grija, osteoxondroz, protruzia bo'lsa, kesalaringiz agar sizdan bor yo'g'i 20 minut, yarim soat vaqt talab qiladi. Hech qanday MRT, UZI, boshqa hech qanaqa xulosalar talab qilinmaydi. Faqat kelasiz, o'sha umurtqalaringizni to'liq ko'rib chiqamiz. Sizda grija, osteoxondroz, protruzia bor yo'qligini qo'l bilan aniqlab aytamiz, qo'l bilan. Bekordan bekor sizga 300 ming, qayerda 400 ming, qayerda 240 ming MRTga pul olishadi. Kerak emas. Qilmangizlar. Просто shunday kelingizlar. Shunday men обследование как-то ko'rib chiqaman. Sizda agar MRT qilmoqchi bo'lsangiz, bor yo'g'i mana bu nima deydi? Bel bo'yicha belda 5 ta poзвоночник ko'radi yoki grudnoyda problema bo'lsa 12 ta poзвоночник ko'radi. Sheyni bo'yinda bo'lsa agar 7 ta poзвоночник ko'radi. Hammasi ADN MRT qilinadi. Bu degani 3 ga bo'linadi umurtqa. Bel, grudnoy, plus sheyni. Agar 300 mingdan bo'lsa 900 ming bo'ladi. 1 millionga teng bu. Sizga kerakmi shu rasxod? Luchi keling, men butun umurtqani qo'l bilan ko'raman. Butun organizmdagi kasalliklar, tanadagi kasalliklarni 80-90% umurtqada qisilish yoki umurtqa siljishi hisobida kelib chiqadi. Oyog'ingiz uyushish, sovish, isimaydi yoki qanaqadir tomir tortishlari, ichki organizmning qanaqadir achishib yo tortishish, qaqshashi, nafas qisilishi, yurak sanchishi, ana shular hammasi umurtqadan. Yelkada og'riq, bo'yinda og'riq, davleni boshda, davleni. Ko'ryapsizmi? Umurtqadan hammasi. Siz qayerdagi ximikatlarga o'tirib qolmang. Qanaqadir bir paket dorini olmang. Mana kelasiz 15-20 minut, maksimum 40 minut sizdan vaqt talab qiladi. Arzimagan pul bilan.